Mana bu dushni pardasini ilib turadigan mana karniz. Sen dalba yo'qlar gapirishyapsan, odamlar loh emas-ku. Mana bunday qilsang, mana sinib ketadi, bunday qilsang sinib ketadi, osilib ketadi. Mana shunga o'zini osib o'ldiribdi ekan. U bu bo'yimdan sal bir qarish balandroq, 2.10 yo 2.20 lik bir narsada. Dahshat! Sardor Gangsterdan dahshatli zarba. Koreyadagi Avazbek haqidagi haqiqat ochildi. Chidab bo'lmas gaplar. Sardor Gangster Avazbekning maskasini yirtib tashladi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda eng katta razborka va fosh qilish videosi paydo bo'ldi. Sardor Gangster Koreyada mashhur bo'layotgan Avazbek haqida shunday gaplarni aytdiki, buni eshitib chidab bo'lmaydi. Ushbu shok videoda ko'rasiz. Sardor Gangsterning hujumi. U nima uchun Avazbekka qarshi chiqdi va uni nimada ayblamoqda? Avaz haqidagi haqiqat. Koreyadagi Avaz aslida kim? Uning yashirin ishlari va asl basharasi fosh bo'ldimi? Dahshatli fosh qilish. Sardor Gangsterning qo'lida qanday dalillar bor? U nega Avazbekni ayovsiz tanqid qildi? Sirlar ochildi. Koreyadagi o'zbek blogerlari o'rtasidagi yashirin nizolar va yangi tafsilotlar. Biz faqat internetda yangrayotgan ovozlarni va Sardor Gangsterning keskin fikrlarini sizga yetkazamiz. Sizningcha kim haqiqatni gapiryapti? Sardor Gangsterning bu chiqishiga munosabatingiz qanday? Videoni oxirigacha ko'rib, albatta o'z xulosangizni izohlarda qoldiring. Haqiqat yuzaga chiqishi uchun like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu bola Islombek bloger. Gaplarini tushunmayotgan bo'lsangiz, o'zim tushuntirib beraman. Mana akamni uyiga juda baynakli yapti. Qulog'ida mayga bo'ladigan bo'lyapti. Nogiron akamiz uchun uy ichida dushivoy va tualet qurilishi boshlandi. Qurilish jarayoni uyning devorini buzib, ichkaridan zamonaviy dushivoy va tualet uchun joy tayyorlanmoqda. Nimalar kerak? Hozirda bizga peskablok, unitas, ariston va santexnika jihozlari uchun mablag' yoki qurilish mollari zarur. Sharoit og'ir. Nogiron akamiz qishda ham yozda ham tashqariga chiqmasligi uchun uy ichida issiq suv va sharoit bo'lishi shart. Har bir bergan 100 rublingiz yoki 10 ming so'mingiz bir murg'ak qalbning quvonchiga sabab bo'ladi. Keling jipslashib shu ishni oxiriga yetkazaylik. Sizning yordamingiz bilan bu inson issiq suvda yuvinish imkoniyatiga ega bo'ladi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Butun musulmon xalqiga, bilasizlar, biz g'iybatdan, temadan uzoqdamiz, lekin abrormi, muhridan xoli qilibmi, kim degan avazmi degan bola bor ekan Koreyada. Ashuni bir temasini, problemasini ko'zim tushib qolyapti. Ko'rishni xohlamayman, lekin odamlarning qo'ygan videolari orqali Instagramdan, TikTokdan, butun jamoat joydan chiqib qolyapti-da. Men birovni bir yomonlamoqchi, birovni bir qaralamoqchi, birovni bir oqlamoqchi emasman. Bu odam oldiga olib kelmagan odamni qolmadi. Bir qarasa bir maniak olib kelib oladi, bir qarasa bir pizduk olib kelib oladi. Bugun bunaqa tema olib chiqadi, bugun unaqa tema olib chiqadi. Bu odam haypajor odam. Meni fikrim, mayli yordam beribsan, yordam berib yuravergansan. Mana biz ham qo'limizdan kelgancha xalqqa bir foydasi tegib yurgan odammiz. Lekin bir o'likdi, bir tavba qilib astag'firulloh bir o'lgan qizni orqasidan ruhini chinqiratib, onasini zor yig'latib, tema qilish, problema qilish, like to'plash uchun, hype to'plash uchun har kuni efirga odamni yig'ib olib, bir tintayda olib chiqib olib, mana bunday bo'luvdi, unday bo'luvdi. Erta qarasa bir shallashovkani olib chiqib valdirlatib, "Voy, taqvodor inson ekansan, dindor inson ekansan, Alloh yo'lida inson ekansan. Sen nimaga bandasiga o'zingni oqlashga harakat qilyapsan? Seni aybing yo'q ekan, sen oppoq ekansan, surp ekansan, bo'ldi. Nima qilasan? Tema qilib har kuni bir o'likni, bir arvohni chinqiratib, bechora onasini ham yer qilib yordilaring. To'g'risini aytaman, chiqib olasan, seni uyingda erkaging bormi deysan, chiqib olasan, onasi mashinnik, onasi pul uchun unday qiladi deysan, tavba qildim, qanday qilib tasavvur qilib ko'rgin, bir onani o'rniga o'zingni qo'yib ko'rgin. Qizi o'lik holatda kelyapti. Shunga ham ko'z yumib, bechora ona nima qilsa ham, nima qo'ysa ham, baribir ona farzandi o'lik holatda kelyapti. Senlar tema qilishdan boshqasiga o'tmaysan. Mana men haqiqatni gapiraman. Menga ochko, pachko, like, PR, men unaqa bola emasman. Menga hamma narsam o'zimga yetarli. Hozir bitta fakt keltirib beraman. Uyimga kiray shoshma.
uyimga ketyapman, mana ko't yuvilmagan chalamulla toza bezdirgani uchun gapiraman. Bo'lmasam to'g'risini aytaman, gapirmasam bo'lmay, bironta bir erkak yo'qmi? Koreyada shu borib turib, og'zingga siskay, ovozingni o'chirish, temaydi, problema endi. Odam o'lgan, internetga chiqib o'zbeklarni sharmanda qilishmasdan o'zingni ko'tingni o'zing tozalay yur. Og'zini yopayotgan bironta odam yo'qmi? Hozir men bitta spektaklni o'xshamagan joyini ko'rsatib beraman. Hozir uyga kirib olaydi 1 minut. Mana o'rtaga men shu narsa uchun uyga keldim. Mana bu dushni pardasini ilib turadigan mana karniz. Sen galba yo'qlar gapirishyapsan, odamlar loq emas-ku. Mana bunday qilsang, mana sinib ketadi, bunday qilsang sinib ketadi, osilib ketadi. Mana shunga o'zini osib o'ldiribdi ekan. Bu bo'yimdan sal bir qarish balandroq, 2.10 yo 2.20 lik bir narsada o'lishdan oldin telefon qilibdi, unday qilibdi. Problemangni o'zaro telefonda yo bo'lmasam qonuniy davlat idorasida hal qilish. Xalqni senlardan boshqa ham dahoya ishi bor, dahoya tashvishi bor. Chiqib olib 40 mingta qo'yni to'plab olib valdirib o'ldiraydi, undaydi, bundaydi bir o'likda bir arvohni orqasidan layk yig'ishma, hayb yig'ishma, bechora onani ham chinqiratishma. O'zingni yo'lingda yana bir marta rekomendatsiyamdan videoing chiqib qolsa, bu safar assalomu alaykum deb gapirib chiqilmaydi. Bu safar tinimsiz 24 soat 7 qizil kitobdagi so'kinishlardan so'kib chiqaman. Ko'tingni qisib yurishni. Men bu videoni sizlar ham ko'rishingizni iltimos qilardim. Shuncha to'palib bo'lmaydi dedim. Aytganimni qilmadilaring. O'shancha bir kattani bir kichkinani aytganini qildigan edi. Yoqqamizda shuncha gap so'z bo'lmas edi. Baliq boshidan salsiydi, enasini ko'rdilaring kimlik bodo, Koreyada. Shu qiz yonib ketsa nima bo'lardi o'rtoqlar? Endi xullasi bu qiz mayli Alloh rahmat aytgan bo'lsin, o'lib ketdi. Endi mana afsusdeniya qilishyapti chiqib olib. Men o'ylayman, O'zbekiston fuqarolarini hech kim yoqishga qo'ymasa kerak, ota-onasi bo'lgandan keyin davlat ham tashab qo'ymaydi. Men adashmasam, prezidentimiz qaysidir qaror chiqarganlar, musofirda o'sha halok bo'lgan, vafot etganlarni vatanga qaytarish degan. Qaysi sonligini bilmayman. Bilganlar iltimos yozib ketinglar shu narsani. Bu ayolni chiqib olib endi yo'q borishimiz kerak edi. Mana sizlarga aytdim. Deb bu noto'g'ri narsa lekin, opalar. Sizlar mendan pamoyim kattasizlar. Alloh rahmat aytgan bo'lsin. Qilgan bo'lsanglar sizlar yaxshilik bu ayolga, bu qizga. Inshaalloh Alloh sizlarga ajrini beradi. Lekin savob ish qildim deb bu qilganinglardagi men afsuslandim, boshqa mana men aytdim yo'q boraylik degan gaplaringlar sizlar gunoh orttiryapsizlar. Ishoninglar. Lutchi haqqiga duo qilib, bo'l temani yopib, o'shnoq qilib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi deb bilaman men. Endi onasi bo'lgandan keyin tergov qildiryapti. Endi Aziz akani aytayapti, sen Aziz aka qilgan ishni qila olaysanmi? Yo'q, men qila olmayman. Akalar, sizlar shu aka zo'r ekan, shu akani poddeshi qilinglar. Men bitta hammamizni ona tuqqanda, ona singlimiz bor, qizimiz bor, yo bo'lmasa ayolimiz bor. Buna qilib so'kish eng noto'g'ri narsa. Men shunga video qilganman Azizbek. Endi meni ayollarni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Ozgina uyalinglar, yaxshilik qilgan bo'lsanglar, Alloh uchun qilgansizlar. Takji mana ekson yig'ayotgan bo'lsanglar, Alloh uchun, yo bo'lmasam cho'ntagingizga yig'mayotgansizlar. Alloh roziligi uchun yig'ayotgan bo'lsanglar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Agar o'zingizlarni keshkaylar uchun yig'ayotgan bo'lsanglar, yaxshilik qilayotgan bo'lsanglar, Alloh sizlarni ko'rsatib qo'yaradi. Takshto manaqa narsalarni mana Tashqi ishlar vazirligi ko'ryapsizlarmi? Bitta o'zbek vatandoshimiz o'lganini yo'q qo'yrasak bo'lar deyapti. Men ofitsialni shu narsaga biraliga chiqarsanglar, chet elda vafot etgan vatandoshlarimiz yo'q qorish kerakmi? Qaytarib, misol ota-onasining sharoiti bo'lmasa olib kelishga yo'q qorish kerakmi? Shunda bizi musofir vatandoshlarimiz shu uchun kelyaptimi bu yerga ishlagani? Bola chaqani boqay deb. Qo'pol qilib gapirganda muhtojlikdan hamma keladi. Bu yerda o'lishlik hech kimga aloqa qilmasin. Uyiga borib, uyda o'sha oila bola chaqasini davrasida omonatini topshirsin har kim ham. Bu musofirchilikka osonchilikdan kelmaydi hech kim. Sizlardan iltimos qilardim, o'sha Tashqi ishlar vazirligi bitta vatandoshimiz agar chet elda o'lib qolsa, buni yo'q qorish kerakmi? Bizni как traditsiyalarga ko'ra bir musulmon anaqa traditsiyada olib borib Qur'on tilovat qilib, chiroyli janoza o'qib ko'mish kerak. Ya u narsa bo'lmaydimi? Agar vafot etib qolsa, misol Koreyada yo Amerikada, Londonda, Rossiyada morgga olib chiqib yo'q qo'yarish kerak, to'g'rimi? Men iltimos qilardim, shu narsaga javob kutaman. Javob bersanglar yaxshi bo'lardi. Ofitsialniy insonlar, shu sohadagi insonlar.
чтобы bunaqa insonlar zablуждениеga kirib qolmasligi uchun. Hammaga assalomu alaykum. Salomatmisizlar, tuzukmisizlar? Telegram kanalga dahshat video joylab qo'yganman, lekin sizlar hali ham nimagadir ko'rmayapsizlar. Srochno o'tmasanglar bo'lmaydi. Sherzod Nozimani yo'q, qo'lim uchun ham tekkazmaganman, urmaganman dedi. Telegram kanaliga kirsanglar, uje yana ikkita post qo'yib qo'ydim. Hozir mana 3-chisini qo'yapman. Po faktu srochno kirib o'tmasanglar bo'lmaydi. Ya'ni Ihsonchi akaga siz bu xonadonga mana kirdingiz, syomka qildingiz, ko'ryapsiz. Bundan oldin ham bu xonadonga kirganmisiz desam, yo'q degan edilar. Umuman birinchi marta kiryapsizmi desam, ha degan edilar. Endi mana videoga e'tibor beringlar. Bu videoda akaga xabar berishyapti, aka o'sha joyga ketyaptilar, voqea joyiga. Kiyim boshlariga e'tibor beringlar. Ana Koreyada soat 3 dan 7 minut o'tdi. Hozir menga Piontek degan ikkita bola telefon qildi, aytishlari bo'yicha bitta O'zbekiston fuqarosi yoshgina qiz o'zini o'zi xonasidagi hammomda kichkinagina ajratib turadigan devor bo'ladi-ku, dush bo'ladi, bu yerda hojatxonalar. Ashuni tepasidagi temirga o'zini uradigan hijobiga shuni bo'yniga solib o'zini o'zi osib qo'yibdi. Endi mana videoga qaranglar. Aka keldilar, mana bolalarni oldiga keldilar. Xormanglar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar deyaptilar-da. Bu yerda umuman oyoq ana kiyimda boshqa. Oyoq kiyimga ham e'tibor beramiz. Oyoq kiyim ham hattoki boshqa bu yerda, ustidagi kiyim ham boshqa. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz? Siz bilan gaplashdingmi? Ha, men bilan gaplashyapmiz. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi deb qo'yaptilar. O'zi biladilar nima bo'lganini, qanaqa bo'lganini, ichkariga kirib ham chiqqanlar. Hozir buni isbotlab beramiz. Qarab turinglar. Hozir kirib ko'rsa bo'ladimi? Melisa yopib naq qo'ymagan, taxlab qo'ymagan. Birinchi, nechinchi etaj? 10-chi etaj. Xo'p? Mayli, endi kiyimlarni almashtiryaptilar deylik, kelgungacha. Xo'p. Endi ichkariga kirgandek, mana videoni ko'ringlar, ichkariga kirgandan keyin. Anons boshi. Mana shu araqni ichi bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. O aynada qarang. Bu yoqda nimaga oyoq kiyim bu yerda ikki xil bo'lib qoldi? Znash, bundan oldin ham kirilgan bu xonadonga. Tushunarli. Ozginadan keyin mana shu videoni ko'ramiz. Hozir shuni videoni o'zini ozgina o'tkazamiz-da. Endi bu oyoq kiyim nima o'zgardi? Yasharmidilar bu qiz? Bilan birga mana shu er xotin bo'lib. Tushunarli. Bizdan hech kim qochib qutula olmaydi. Tugadi. Mana shu araqni ichi bitta guldek qizni hayoti parcha-parcha bo'lib ketdi. O aynada qaranglar. Nozimaning o'limiga adolat challenjiga men ham qo'shilaman. Sababi men ularni anchadan beri kuzatib kelyapman. O'zbek va uning sheriklari aslida ular bir jinoyatni yashirayotgan bo'lib chiqishdi. Shuning uchun ham bir musofir ayolni indamay o'lib ketishiga biz qarab tura olmaymiz va bu challenjni biz ham davom ettiramiz toki boshqalarga ham yetib borsin. Nozimaxon o'zi kim bo'lgan, qanday ayol bo'lgan bizga qorong'u, lekin Koreyada shu oilasini boqib, erkak kishini ishini qilayotgan bir ojiza ayol bo'lgan. Yaqinda shu Javohir akaning barchasini basharasini ochadi, ya'ni adolatni qaror toptiradi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. O'zini dindor qilib ko'rsatayotgan Avazbekka esa Alloh kifoya qilsin. U faqat qarg'ashni biladi. Mana bu jinoyatni yashirishni biladi. Boshqa hech narsaga yaramayapti. Hozir uni tarafdorlari ham yaqinda hammasini bilib oladi. Inshaalloh oz qoldi. Xullas, Nozimani o'limi qanday bo'lgan? Mazbek va boshqa odamlarning aytishi bo'yicha u o'zini osgan ekan, ya'ni osib o'ldirgan ekan. Bir ona u axir qanaqasiga o'zini osadi? Bechora ona, uni orqasidan bitta farzand qoldi. Farzandingni kim o'ylaydi? Ehsonchiman deb o'zini gapirayotgan o'sha Avazbek ham o'yladimi? Axir bitta yetim qoldi. U yetimni haqqidan qo'rqsa, Alloh yetimni haqqidan qo'rqinglar deb buyurgan. Nahotki shuncha dindan gapirib, yetimni haqqidan, yetimni onasini o'lib ketgan haqqidan qo'rqmadi? Uni ertaga kim boqadi? Bir insonni bolasi qolib ketsa, mana bu yerda yetim bo'lib qolib ketsa-yu, bular boshqalar jinoyatni yashirib, bo'ldi o'zimiz hal qilamiz deb chiqsa, bu adolatdanmi? Aslo unaqa emas. Adolat qaror topishni hammamiz istaymiz va bu yaqinda bo'ladi. Bu bizga Koreyadan kelgan telefon. Nozimani telefoni o'zi 16 Pro Max edi, yangi. Lekin uni o'rniga bizga mana shu telefon keldi. 16dagi sim kartani olib buni ichiga qo'yilgan. U telefoni yo'q. O'rniga mana shu telefonni berib yuborishgan bizga. Oy,
Morozi. Voy, buni mazasini bilgan bo'ladi-da. Voy, jonka. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlar ishlating. Kamsahamnida. Daliluz Johira challenge'lariga qo'shilaman. Nozima oqlansin. Nozimani shunchaki vahshiyona o'ldirilib, yana shunchaki Nozimaga tuhmat qilib, shunchaki yomonlikqa chiqishini xohlamayman. Chunki men ayolman, faqat Nozimani tarafidaman. Конечно, Avaz aka deganim, Avaz aka o'ldirdilar deyishga haqqim yo'q. Misol uchun yoki palonchi o'ldirgan, pistonchi o'ldirgan deyishga haqqim yo'q. Birinchidan men detektiv emasman. Ikkinchidan men nima deydi, birovga tuhmat qilib qo'yishim mumkin. Lekin men bitta narsani aniq sezdim, bu yerda qotillik yuz bergan. Chunki hamma yo'q mo'matalag'i chiqyotibdi, burni singan, o'zini burnini sindirmasa kerak. Oyoqlari sinayotibdi, boshlari g'urra. Bu bo'ynida ham bir emas, ikkita iz bor. Agar o'zini osganda bitta iz bo'lardi. O'shaning uchun hech qachon men ishonmadim. Nozima o'layotganini голосовойni eshitdim. Ovozi yaqindan eshitilyapti telefondan. Yaqindan xirilyapti. Stol taraqlab tushib ketdi. Nu ovoz bir xilda bitta uzolashmayapti telefon. Yaqinlashgan holatda xirilyapti o'layotgan joyida. Qanaqa qilib o'zini osgan odam, jon berayotgan odam qilmasa kerak? O'zingizlar o'ylaylar. Nimaga bizlarni musofirga o'tgan saparam turkiyalik ikkita ayol vahshiyona o'ldirilganda men deganim yo'q edi, aralashmoqdan. Shunchaki uni ham har xil gaplar qildinglar. Yonini olib, hech bo'lmasa shu o'lgani uchun yaxshi duo qilish o'rniga, ayniqsa ayrim erkaklarimiz fohisha bir balo gaplar gapirib tashlashdi. O'ziga kelgan gapi, qo'rqmaysizlarmi Xudodan birovni shunchaki tuhmat qilib yomonlik qilishdan? Nozimani uyini ko'rdinglar, Ramazonda yasatgan. Ramazonda yasatib bayramda Ramazonni kutib olgan odam ichsa ham Ramazon kuni ichmaydi. Uyida joy namozlari bor edi. Rasmdan ko'rinib turibdi, yuzlarida nur yog'ilib turibdi. U qizni nima deydi? Men bunaqa narsa sezmadim, xulqi buzuqdi. Bu qiz aniq o'ldirilgan deb xulosaga keldim. Yana Allohu a'lam. Shuning uchun Turkiyada ham mana shunaqa yomonlikqa chiqardinglar. Ham bechora qizlarimiz vahshiyona o'lib ketadi, bu yoqda jayga chiqadi. Nimaga musofirdek erkaklarni hech kim gapirmaydi? Musofirdek erkaklarni musofir deb boshga ko'taramiz-da. Musofirda qiynalib ishlab bolam chaqam, uyim joyim deb kelaman deydigan ayollarimiz shunchaki fohishaga, hech kim tegiga yetmaydi, shunchaki fohishaga chiqib ketadi. Nimaga musofir yurtda chet elda o'qigan bolalarga hamma qiz bergisi keladi-da, chet elda o'qigan qizga hech kim olgisi kelmaydi. Farqi nima? Qiz bola-da, u o'g'il bola farqi yo'q. Ko'ryapmiz chet elda ham erkaklar nima ish qilayotganini, ayrimlarni aytaman, hammasini emas. Nimaga o'zbek ayollari shunchaki xulosa qilmasdan, bir narsani tegiga yetmasdan xuddi tepasida shag'am yoqib turgandek, u erimli bo'lib ichadi, chakadi, mamarozi bir baloni deb tashlaysizlar. Ani fohisha deb tashlaysizlar. Onasini 100% haqqi bor. U qizi ming yaxshilik qilib jo'natgan bo'lsa ham, u xohlasa, xohlagan payt ekspertiza qilishga haqqi bor. Onasi tegiga yetish kerak. Chunki ko'rinib turibdi, yosh bola ham biladi. Tan jarohati bilan o'layotibdi. Hamma yog'i mo'matalag'i chiqyotibdi. Men Nozimani oqlanishini xohlayman. Oxirigacha borishini xohlayman shu dalil o'zi. Shu Nozimaga ozor bergan va joniga qasd qilgan odam qamalishini xohlayman. Hammaga assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, Koreyadagi Nozimani o'ldirilishi haqida juda ham keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar. Xo'p, bugungi videomiz biz bu narsani hammasini tahlil qilib chiqdik, o'rgandik. Bularning hammasi uyushtirilganligini, rol o'ynab o'ynolmayotganligini, hamma narsani hozir biz sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, endi o'zi nima bo'lgan o'zi aslida bu aka ham hamma narsani bilganlar. Bu yerda o'sha bolalarni o'ldirib qo'yishganligini hammasini bilganlar. Primoy efirni mana o'zingizlar ham ko'rdinglar. Misol 20 ta savol bergan bo'lsam, 100 ballikdan 99 ball menga umuman javob bera olmadi bu inson. U javob bergani ham yolg'on, oldi qochdi gaplar. Bo'lmasa shunaqangi savollar, oddiy savollar ediki, shu savollardan ham ma'lum bo'ldiki, aka 100% bu yerda bekityaptilar. Chunki bilallar, erta u besto bo'lganini. Bu inson 500% biladi erta nima bo'lganini. Bu odam o'ldirdi demayman, bu odam o'ldirmagan, lekin biladi bu inson. Uni o'ldirib qo'ygan bolalar o'sha ichkaridagi o'sha Sherzod, Siroj, o'sha yana kimdir bo'lishi mumkin, kimdir bilan o'ldirib qo'ygan. Скорее всего, biz bu narsani Sherzod deb o'ylayapmiz. Xo'p, endi bu aytishyapti, mana shunaqa, aka keling, holat shunaqa. Aka uyga kirganlar, xonadonni ko'zdan kechirganlar. Qani nima, endi buni asoslab ber, xonadonni sen aytmas eding-ku, deysizlar, men buni bilaman. Aka endi xonadonga kiryaptilar, bilyapti-da bu inson. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu plan bo'lgan. Bo'ldi, Nozimani qoralaymiz, buni fohishaga chiqaramiz, buni ichkiligiga chiqaramiz deb. Bu yerda ani nima bo'ldi, nimaga o'ldirding? Yur militsiyaga deyish yo'q, bo'ldi, Nozima qilamiz, o'zlarini kontentlarini o'ylaganlar, o'zligini planligi bo'yicha buni yashirish. Endi kimdir aytayotdiki, pul olgan, Sherzoddan, boshqa narsa odamlardan pul olgan degan gap bor. Uni fakti menda hozircha yo'q. Xo'p, endi men o'zim gapimni asoslab beraman. Xo'p, ichkariga kiryaptilar. Bundan oldin qanaqa xonaga kirganlarini asoslab beraman hozir sizlarga. Ichkariga bu inson kiryapti-da xonaga.
bilyapti, qarang, bundoq aylanib kelyapti-da, qani bu yoqqa kelingchi deb sekin shisha tomonlarga o'tyapti, o'sha spirtnoy ichimlik turgan joyligida. O'zi etdi, hech qanaqa ichida hachal ozgina bo'lsa ham tegida bo'lishi kerak, tegida ham yo'q. U qiz ichmagan 100%, chunki bu yoqda Ramazon. Undan oldingi kirgan xonadonlarida anaqani ochib o'tirdi-ku, ehsonchi bola. Nozmani xonasidagi tortmani ochganda, ha, mana arab tilida yozuvlar, ha, arabchani o'rganayotgandi. Mana bu yerda joy namozlar. Mana bu yerda Ramazon deb. Qanaqasi shunaqa odam o'sha kuni ichib o'tiradimi? Misol, har doim ichib yurgan odam bo'lsa ham, imенно Ramazon oyida bu xullas gapi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bir joy namozni ko'rsatyapti, ha, mana bunaqa arab tilini o'rganayotgan ekan bu qiz deyapti, nariyoqqa borib endi ichib o'tirar ekan deyapti. Bo'lmagan gap. Birinchidan endi ikkita butilka turgan edi. Uni qiz agar ikkalovini o'zi ichib qo'ydiga chiqarishdi go'yoki, agarda ikkita butilkani ichgan inson oyog'idan o'zini oyog'ini boshqara olmaydi. O'rnidan tura olmaydi. Qanaqa qilib o'zini osishi mumkin? Hech narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bu yerda maqsad nima? Bu yerda maqsad faqat shu nozimani fohishaga chiqarish, yomonga chiqarishda, ha, bo'ldi. Kim o'libdi? Bitta fohish o'libdi. O'lsa o'lib ketolmaydimi? Bo'ldi. Odamlarning fokusini mana shunaqa manipulyatsiya qilib shu tomonga qaratmoqchi bo'lishdiki, lekin men afsuski, IQ'si kuchli odamlar chiqib qoldi. Mana bizning obunachilarimiz orasida IQ'si kuchli, to'xta, stop, bitta boshqa narsa dedi. Endi qarang, bu odam oldin ham kirgan bu joyga, bu hammasi kelishilingan, buni bilib turibdi, ani bola ham do'dirab turibdi. Xullas o'xshata olmadinglar-da, eng qizig'i borku, shuni ham o'xshata olmadinglar. Aylanib kelib ko'rib, yana yediga sigaretni ko'rib, mana sigaret nima deyapti? Mana bu yerda qon turibdi. Mana bu qon nimada undan ko'ra? Yo'q, bu yerda mana sigaret nima? Bundan ko'zlangan maqsad nimaki? Nozimani mana chakadiganga ham, ichadiganga ham chiqarish bo'lyapti bu yerda. Endi ani nima deydi endi u ayolini 5 marta yerga urib, ha, men chakardida, deb turibdi. Xo'p, bo'ldi. U ham Nozimaga minus ketdi. Endi okani qarang-da. Bu uyga kirganliklarini yana bitta isboti. Uni oldin kirib, hozir mana bunaqa syomka qilamiz chiqib ketishgan o'zami. Ichkarida aylanib, yurib, qani bu yoqqa kelingchi deb, endi shu detektivni yoqib oldi-da, ichkariga kirib, o'shani oshxona tomonga o'tib, rakvinadagi idishda to'lib turibdi, ko'ryapsiz, saftaxta u haligilarni olib, tegidan haliga shishasini ko'rsatyaptilar. Mana shisha. Nima bu? deyapti-da. Aniga ham uksus edi bu, uksus. U o'zini ichib o'ldiryapti-da, men uni qutqarib qoldim. Bola geroyga chiqdi. Tushunasizmi? Bola geroyga chiqdi. Uni ko'pchilik qotil deb o'ylasa, yo'q, u geroyga chiqdi. Uni naborat jonini saqlab qolgan ekan. Yoki o'sha shunga anaqa bordilar. Odamlar fokusini shunga qaratyaptilar. Ha, debdi. Bo'ldi. Lekin qattan u odam bilyapti, u rakminaning ichida o'sha uksus yotganligini-da. Birinchidan hech qanaqa uksus ham bo'lmagan, u qiz o'zini o'ldiraman ham demagan, u qiz o'zini o'zi o'ldirmagan. Endi men sizga bitta fakt. Mana chemodonlarni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, undan oldingi videolarni ham ko'rsatib qo'ydim. Bu chemodonlar o'sha kuni ko'rgan bo'lsangiz ochilib yoyilib yotibdi, lekin mana bularning ichida, mana chemodonning bittasi ichida to'la narsalar bor edi. Nozima o'zini eng yaqin dugonasini oldiga ketayotgan bo'lgan 4-sana kuni, 4-mart kuni chiqib ketayotgan bo'lgan. Buni qatdan bilding deydigan bo'lsanglar, uni eng yaqin dugonasi o'sha uyga ketayotgan dugonasi. Bir ikkita zapsdan ham eshitdi, chiqib ketib qoldi-ku. Srochkanmi, kimgadir telefon qilib turib, bo'ldi, men ketayapman, narsalarni yig'ib ketayapman, ovqat bor edi, olib keting dedi, to'g'rimi? O'sha golsda ham aylandi, o'zingiz ham eshitdinglar. Lekin u dugonasini kechib ketmoqchi bo'lgan. Dugonasi bizga aloqaga chiqdi, yig'ladi, faqat dugonasi sal kechroq bilib qoldi. Ya'ni 4-da bizani oldimga kelish kerak edi, men oldimga, lekin kela olmay qoldi. Men ko'rib, shokka tushib qoldim dedi. Sizni hamma ovozlaringiz zaps qilamiz, shu narsani ommaga olib chiqamiz. Yo'q, iltimos ommaga olib chiqmay turinglar, men ancha yildan beri bu yerda yashayman dedi. Sudga polностью qatnashaman deyapti. Menda hamma danli faktlari turibdi. Menga qachon telefon qilgani, голосовой yuborgani, SMS yuborgani, hammasi turgan ekan. Men sudga Toshkentda bo'lsa Toshkentda, anaqada Koreyada bo'lsa Koreyada men qatnashaman. Faqat iltimos hozir ovozimni internetga chiqarib olmay turinglar dedi. Xo'p. Xullas biz bildikki, bu mana men chimodonlardan ham bu qiz chiqib ketmoqchi bo'lgan. O'zini o'zi osadigan odam burnini sindirib, mana qaranglar, qanaqa burnlari sinib yotibdi, lablarini qarang, mana qo'llarini qarang, ko'karib dahshat bo'lib yotibdi. O'zini o'zi osadigan odam shunaqa bo'lganmiz. Bu odamni o'ldirishgan. Tomonlariga e'tibor beringlar, mana tomonlariga. Bu yerdagi iz teparoqda, mana bu yerdagi iz pastroqda. Inson agarda o'zini o'zi o'ldirgan bo'lsa, o'zini o'zi osgan bo'lsa, birinchidan bo'yin uzun bo'lib qoladi. Mana bo'yin uzun bo'lib qoladi. Tushunadigan mutaxassisdan so'rasanglar, bu bolaning gapi to'g'ri, haq deydi. Izlar ikki xil. Bu faqat mandaqasiga tortilingan. Endi xonani ko'ringlar. Xonani bardakligini bu yerda aniq janjal bo'lgan. Endi bularning planini qarang. Plan haqida gaplashaylik bugun. Bo'ldi, buni endi ommaga o'zini o'zi osti chiqaramiz, qatta ostiga chiqaramiz.
u bo'lishni o'ylab ko'rishni qarasa yo'qmi, IQ'si yetmasdan bularni vannani topishdi. Ani temir ham emas u, ko'rdingmi? Menimcha uni butun hamma ko'rdi-yu. Shu vanna bilan, ya'ni shu dush bilan unitazini ajratib turadigan o'rnida bundoq temir turibdi-da. To есть temir emas, u alyumin. Bolalar qizlar ushlab ham ko'rishdi bizanikilar borib. Endi akamiz chiqib olganlar, o'sha videoni o'zida gapiryaptilar. 1.80 akana bo'yi. Qizni bo'yi necha? Ani bola ham endi farqi yo'q, iloji bor shuni yomonlasa bu 1.67 dedi. Past ichida qarang-da. Va shuncha yil yashab, birga yurib, sevib, bo'yini bilmas ekan, tasavvur qilsizlarmi? Endi bunaqa odamda qarangchi, unga nima qizig'i bor? O'lsa o'lib keturmaydimi deyapti-da. 1.75 Nozmani bo'yi, 1.74, 1.75 atrofida bo'yi. Bu narsani onasidan so'radik, etdik, ko'rdik, poliklinikaga qog'ozlarni ko'rdik, haqiqatda bo'yida shunaqa oxirgi tushgan rasmlarni ko'rdik. Xo'p, xullas gap bunday emas. 1.80 shaqqosda zotni bu odamlarni manipulyatsiya qilyapti. Hamma ko'rsin, ishonsin deb. Lekin yerda na bir nima singan narsa bor, na boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Yana eng kulgilisi nima deyapti? 1.80 bu 20 sm bor ekan. Mana bu stul nimaga deyapti? Stul turibdi orada. Mana bunaqa balandlikda, bu yerda bir kreslo turibdi. Shunga chiqib u o'zi 1.80 ekan, haligi temir o'zi ketib turishibdi. Biz ham ko'rib turibmiz uni pastligini. Shunga bu hali yana chiqib, tushunasizmi? Chiqqan bo'lsa, unda haligi temir pastga tushib qoladi-ku. Xullas, umuman o'xshamadi bularning gapligi. Umuman fizikaga ham to'g'ri kelmayapti, matematikaga ham to'g'ri kelmayapti. Endi bularning yana planini qarang, qanaqa bo'lgan. Bilgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda bitta zaps tarqalib ketdi. Alo, Nozima deb, ana Nozimani ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Qilgan ovozi, bo'g'ilayotgan ovozi eshitilyapti, to'g'rimi? Bu ham bitta xonada bo'lgan. Zaps ikkita telefon, to'g'rimi? Kim bilan gaplashyapti-da? Ikkita telefon yonma-yon bo'lgan. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, agarda ikkita telefon, mana dugonanglar bilan yoki o'rtoqlar bilan telefonda bundoq gaplashib kelinglar, lekin ko'rishib qolinglar bir-biringlar bilan, yaqin kelganinglarda o'sha bir-biriga eho berib yuboradi, aksado berib yuboradi. O'sha zapsga ham yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, eho berib yuborgan. Alo degan, ketma-ket alo, Nozima degan eho berib yuboradi. Bu aniq ikkalovligi u bitta joyda bo'lib, go'yoki biz mana bu o'lgan paytda biz telefonda gaplashganmiz, bizga telefon qilgan deb yemayapti. Qanaqasiga o'zini osib o'layotgan odam unga nomerini terib telefon qilishi mumkin. Bu narsalarni qanaqa qilib o'ylab topdinglar? Umuman IQga lekin sizlarga вообще respekt. Endi qarang bularning planini-da, bularni uyushgan bir вообще zo'r planligi. Endi buni qanaqa qilib chiqarib olish kerak? Okonxo ehson qilishlari kerak. Ehsonni o'ylayaptilar birinchi o'rinda. Ehsonning orqasidan ham yaxshigina pul kelishini bundan keyingi videolarni ham po faktu isbotlab beraman. Po faktu. Sizlar o'ylamaylik. Ko'pchilik odam aytayaptiki, bu ehsonchi akamizni savob ish qilib, yana gunohga qo'yaptilar, u qo'yaptilar. Savob ish qilgani yo'q bu odam. Bu Nozima masalasi bo'yicha savob ish qilgani yo'q. Umuman bu savobga kirmaydi. Bu yomonlikka kiradi. Siz o'ylayapsiz, agarda Nozimani haqiqatdan o'lganini bilib turib, mayli nima bo'lgan taqdirda ham o'ligini ko'rdi, shuni olib borish kerak ekanmi? Olgan etsa, mana jinoyat alomatlari bo'lyapti. Onaxon farzandingizni kimdir o'ldirganga o'xshayapti deb aytganida, unda savob bo'lardi. Ana unda bu yaxshilik bo'lardi. Lekin bu inson bu narsani bilib, 100% emas, milliard foiz bilgan. Chunki uni yuvuvchilari, uni o'zini yonida yurgan o'sha fohishaxonaning rahbarlari, qizlarni ishlatadigan o'shalar yuvar ekan. Nobog'da Koreyada yana kimdir ayol kishi nida o'tib qolmasin mumkin, nobog'ga. Umuman bunaqa odamlarga murojaat qilmaylar. Uni o'zini konsullar bor. Besplatno boradi. Agar hech kim bo'lmasa, tekinga boradi. Bu tomondan davlat mablag' ajratgan. Unaqa gaplarga ishonmaylar. O'lib qolsa, bu odam bo'lmasa hech kim. Umuman u bo'lmagan gap. Konsul bor bu yerda. Pul ajratadi. Agarda hech kimi yo'q odam bo'ladigan bo'lsa, pul ajratadi. Agar odam bor bo'lgan bo'lsa, o'zi olib ketadi, yordam beradi. Umuman bo'lmagan gaplar. Xo'p. Endi qaysi joyga keldik? Bular xullas endi planni qarang. Bular endi ehson qilishlari kerak. Reski bo'ldi. Onasiga telefon qilyapti-da. Qilgan yomon ishlari shu joydan sal to'xtab uzilib qoldi. Qilgan yomon ishlari nima bo'lyapti? Onasiga shu etmagani. Sizni farzandingiz o'ldirildi. Bu yerda dahshatli ahvolda bo'lyapti. Mana yoki yuvuvchilar etdi. Yuvuvchilar bilan oshqatuv ekanlar o'sha nima edi? Norepangmi bir bolani rahbarlari bilan o'sha yurgan ekan. Yurgan odamning ahvolini qarang. Ma'lum kim yuydiryapsiz siz? Bizni bilishimiz bo'yicha biz bolaligimizdan shu narsani bilardik. Kimdir ayol kishi o'tib qolsa, iboli, hayoli bir Qur'onni tushunadigan, dinni tushunadigan bir
Shunaqa insonlarni bilardi u yuvadiganni. U bilmayman, diskotekada ko'tarinki keladigan odamni yuvadi. Men endi birinchi marta ko'rdim. Shunaqa odamlarga borib yudirarkanlar bu narsa. Xo'p, bular hammasi xullas uyushgan, bular bir okeyni telefon qotdilar onaxonga. Buni yomonliklari shu bo'ldiki, onaxonga haqiqat etmaganlar. Prosta qizingiz o'zini o'zi osib qo'ydi. Nima qilasiz insonlarda? Bu odam aldadi. O'zini o'zi osib qo'ydi. Bechora ona shokda, bir ishonmaydi. Endi yetmaganiga bo'ldi. Endi xolasangiz ehson, riski yoki ehson ko'ryaptilar. Telefonni zapsdan ham eshitgan bo'lsa kerak. Ehson qilamiz ham. O kerak emas, menga unaqa sharmandalik deyapti. Ona aytayapti. Kerak emas. Bo'ldi, iltimos olib kelib beringlar. Yo, biz olib bora olmaymiz, o'zingiz kelishingiz kerak. To'g'ri aytishyapti. Men to'g'ri narsani to'g'ri deyman. Onani o'zi kelishi kerak. Keyin bo'ldi, men nima qilay? Xolasangiz, ana davengiz qilib bersangiz deb bu yoqda keyin Sitora o'zidan advokatni yasab olib, bular hammasi bir, tili bir bilan. Bularga onaga telefon bo'lyapti. Men Sitoraman, mana shunaqa advokatman deyapti. Ona ishonyapti endi, bechora ona shokda, farzandi o'lib turibdi, ona ishonadi. Mana shunaqa davengiz qilib beradigan bo'lsangiz, biz o'zimiz yuvintirib, tarantirib yuboramiz deyapti O'zbekistonga. Bechora ona nima qilishini bilmaydi. Unaqa millioner xotin emas. Bo'ldi, mayli xo'p deb onani mana soddalik ham ishonganligi, endi o'zbek deb ishonyapti-da, endi o'likning ustidan böyle bir pul qiladi deb o'ylamayapti-da, bunaqangi nimadir jinoiy ish qiladi deb o'ylamayapti. Ona ishonyapti, davengiz qilib beryapti. Mana savoliga javob, nima uchun bitta politsiya bilmay qoldi yoki boshqa narsa, bular politsiyaga ham bormagan. Xullas, davengiz kelyapti, endi morgdan olib chiqish kerak-ku. Bu odamga berib olmaydi-ku. Qani buni qonuniy vakili, qani? Ana bizamizda, qani sanmasdan ko'p ko'rsada mana anaqa qilib berdi, davengiz qilib berdi. Xo'p, Koreyada qachonki unaqa holatda yoqib yuboriladi, men undan oldin gapimda Koreyada odam yoqmaydi dedim. Yo'q, yoqish yoqadi. Hech kimi bo'lmasa, tipani bo'lmish bo'lsa, uni yoqib yuboradi. Ichoq-chavog'ini olib qolib, o'shani ham kerakli organizmlarni olib qolib, keyin yoqib yuboradi. Bular xuddi shunaqa narsaga chiqarib yuborishgan. Buni hech kimi yo'q. Mana bu davengiz bo'lsa, bitta onasi bor, u chet elda hech kimi yo'q. Mana biz olib chiqib keta olamiz degan, bo'ldi o'sha bilan. Davoyingiz bormi bu bo'yicha deganda, bular yo'q deb chiqib ketgan. Mana nima uchun dili bormayapti. Politsiyaga bormayapti. Buning uchun davoyim yo'q deb olib chiqib ketgan. Endi bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, bu yerda politsiya bilan ham ozgina pul yo'q o'ynagan, lekin oxirgi paytida biz surishtirdik. Koreyada ham shunaqa narsalar kuzatilib o'tgan ekan. Mayli, xo'p, bu narsani endi hozir asosi yo'q, bu narsani ayta olmayman. Aniq kimdir pul olganmi yo'q, pul olmaganmi, bu narsani men aytishga hozir haqqim yo'q. Xullas shunaqa qilib davengiz qilib bergandan keyin bo'ldi, davoyim yo'q deb qilib berishgan. Endi o'zingiz o'ylang, qaysi vijdon bilan uni ko'rishgan ahvolida yo'q, davoyim yo'q deb qilib berishgan. Maqsad tezroq chiqarib yuborish. Bilan hammasi biladi. U oxirida bilmayman, odamlar aytayapti, sen o'zing pul beryapti, qotil deyishyapti. Balki unaqa bo'lishi ham mumkin, bo'lishib olishar. Endi bilib bitta ekan, yuvayotgan odamlar ham eng qizig'i shu ekan, ekan. Yuvuvchilar ahvoli. Xo'p, endi bo'ldi, onaga chiqarib yuborishyapti bu yoqda. Ona endi bu narsani ko'rib shokda. Bu qizim jinoyat alomatlari bilan ko'rsa, anaqa bo'ldi, biz ekspertiza qilganmiz deydi. Yolg'on gapirishgan. Bu odam birinchi marta bu o'lik chiqarayotgan odam emas, birinchi marta. Birinchi marta emas demoqchiman-da. U med ekspertiza qilgan, doktor o'zi tekshirgan, ha bo'ldi qilgan bo'ldi. Sud med ekspertizasiga qilmagan, chunki bular davoyim yo'q deb yozib bergan. Mana o'shaning uchun ham bularning ishi cho'zilib qolyapti. Hop, endi yana nimalar qolib ketyapti bizda bu yerda? Onasi endi telefon qilyapti. Qizimni ahvoli shunaqa, bu yo'q nima qilamiz? 20 kun ichida ekspertiza xulosasi chiqadi deb yolg'on gapirib qo'yishdi. Hech qanaqa 20 kun ekspertiza o'zi qilinmagan. Qanaqasi 20 kunda chiqishi mumkin? Yolg'on, hammalik yolg'on. Endi yana bitta gapligiga e'tibor bering. Videoda birinchi bu bratanni Hoji akamizning videolarda aytilyaptiki, ana boladan so'rayapti Sherzoddan. Politsiya keldimi, bir bola ha deydi, bir yo'q deydi. Ikki xil gap gapirgan o'sha videosini o'zida ham. Primo efirda ham qilganmiz, borganmiz, topshirganmiz. Hech qanaqangi politsiyaga topshirilmagan, umuman unaqa narsa ham bo'lmagan. Politsiyaga agar topshiriladigan bo'lsa, politsiya kelib, darhol hammasini qo'lga olib, aralashgan, kim bu delaga aralashgan bo'lsa, hammasini olib ketish kerak. Bularning maqsadi o'xshamay qoldi, plan o'xshamay qoldi. Hech qanaqa politsiyaga ham telefon qilishmagan, borishmagan ham. Lekin bitta videodagi mana biz bordik-ku deb ko'rsatishyapti-ku. U video prosta video. Noto'g'ri politsiyaga nimadir hujjatni olgan, bilmaymiz hali nimani qog'ozi u. Ichkariga olib kirib ketyapti, bo'ldi. Buni men ham qilib bera olmayman. Bu joyga bundoq kirib ketib, bo'ldi, politsiya binoni olib qo'yishyapti. Umuman unaqa bo'lmagan. Biz yosh bola emas, bizning obunachilarimiz ham yosh bola emas. Xo'p, endi bu yog'iga nima bo'ladi deydigan bo'lsanglar,
Hop, biz O'zbekistondan ham, Koreyadan ham advokat oldik, xudo xohlasa. Juda ham yaxshi insonlar, faqat hozircha kimligini aytmaymiz, ko'rsatamiz oxirida kim mana bu insonman, bunaqa ekanman deb hammasini ko'rsatamiz. Hozir ekskumatsiyani biz kutyapmiz. Qabr ochilishi. Qabr ochilgandan keyin sud ekspertizasi bo'ladi. Sud ekspertizasi o'zini xulosasini bergandan keyin bularning hammasi koreys tiliga perevod qilinadi bu Koreyaga ketiladi. Ana o'shanda men ham boraman. Borgandan keyin o'sha kerakli tashkilotlarga hammasiga endi perevodchik bo'ladi, o'sha yerga odamlar bordi, balki bizga yordam beradigan odamlar yetib chiqib qolar, hammasini topshiramiz xullas. Mana undan keyin jinoiy ish albatta ochiladi. Hop, bularni xullas bitta so'z bilan qilib aytganda, bu hammasini bu odam ham aytib qolganlar hammasi bilib turibdi. Hammasi bilib turibdi. Eng dahshatlisi bular undan oldin даже plan ham qilishgan. Bu videolarda o'zingizlar ham ko'rdingiz. Bitta ayol kelib nagli gapiryapti. Dalda u bular shu darajada qo'rqmagan bo'lganki, men aytdim deyapti, yo'q borish kerak edi deyapti. O'ligini yo'q borish kerak edi, ko'ryapsizlarmi? Agar hech kim bo'lmasa, bo'ldi, yo'q boradi. Agarda ona na puli bo'lib, na ana daveniysan qilib berishmaganda, bo'ldi edi, u yo'q borishardi ham edi. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, endi bu degani bu bizning gaplarimiz bo'ldi, mana shu to'xtaydi, ishimizni ana shu yerda to'xtatib qo'ydik degani emas. Biz o'zimizning xulosamizni aytamiz. Chunki bizlar bilan prямой efirda bo'lganda, bizlar bilan aniq-tiniq hech kim gaplasha olmadi. Savollarimizga javob bera olishmadi. Olib qochdi, uni hamma ko'rib turibdi. Mana butun kanalga qo'yib tashyapti. Bizlar qilgan xulosa bularning hammaligi sherik. Hammaligi sherik bilan, hammasi biladi. Bu yerda nima bo'lgan, nima qolgan aniq-tiniq biladi. Endi biz ham o'sha taxminlar qilib olib boryapmiz. Bularning gap so'zi to'g'ri kelmayapti. Olib chiqayotgan o'sha mana 180 sm bu bunaqa hech narsa bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Men sizlarga ishonch bilan ayta olamanki, bular 5 to'lovliga bular uyushgan bitta guruh. 5 ta bo'ladimi, 6 ta bo'ladimi, bular hamma biladi 100%. Va biz bu narsani tegish uchun endi bunga ozgina vaqt talab qiladi. O'zingizlar bilasiz, bu bir kunda, bir haftada bo'lib qolgan ish emas. Advokatlar ishlashyapti, u yoqda advokatlar ham, bu yoqdagi advokatlar ham. Biz ham mana harakat qilyapmiz. Albatta bu narsani tegiga yetamiz. Lekin o'zingiz uchun bilib qo'yinglar, mana shu ishga kim aralashgan bo'lsa, kim jinoyatda berkitgan bo'lsa, yana bir marta aytaman, oxirigacha olib boramiz bu narsani. Bu hazil ekan narsa emas, butun bir boshli odam o'lib ketyapti. Nimaga endi O'zbekistondagilar indamayapti degan gaplarni ham yozishdi odamlar. Chunki bu holat O'zbekistonda bo'lmagan. Politsiyaga borib turdi, unaqa qilding desa ham, mana onasini o'zi qo'l qo'yib bergan. Davernisda o'sha, davernis bo'ldi, men e'tirozim yo'q deb qo'l qo'yib berishgan. Ko'ryapsizmi, bular mana qanaqa plan, qanaqa texnika qildi. Endi bizda o'z-o'zidan shubha uyg'onyapti. Chunki oxirgi paytda nimagadir sezayotgan bo'lsa-da, Koreyada shunaqa o'lim holatlari ko'payib ketdi. Bu hammasini bu inson olib borib beryapti. Shunda yana o'sha yuvuvchilar, o'sha ayollarmi, o'sha ya'ni fohishalikni targ'ib qiladiganlar bor ekan-ku, shunaqalar yuvayotgan ekan, Nozmani ham o'sha yuvgan ekan. Yaxshi, onasi yana u yoqda boshqatdan yurtirdi. Xullas, bizani kuzatishda davom etinglar. Bu gaplarimizdan nima demoqchimiz? Bular hammasi planlashtirilgan, uyushtirilgan va albatta bu narsalarni tegiga yetamiz. Bular o'ylashyaptiki, bo'ldi bitta odam o'ldirib, bo'ldi qutulib qolamiz deb o'ylashyapti shekilli. Oddiy, men prokuror emasman, lekin o'sha kuni men prokuror, ya'ni o'sha tergovchi vazifasini, rolini o'ynashga men majbur bo'ldim. Bo'lmasa men tergovchilik meni o'qitdim yo'q, tergovchilar mendan ham juda qattiq savollar beradi. Oddiy, meni 20 ta dona savolimga javob bera olishmadi. Hech kim bera olmadi. O'zligini pazor qilishganligi qoldi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, bu ish hech qachon shundoq qo'yib qo'ymaymiz, oxirigacha olib boramiz. Albatta qamatamiz. Qo'pol qilib aytganda qamatamiz. Bularni qamatmasak bo'lmaydi. Bular hammasi uyushgan odamlar, bilyapti. Ehson masalasiga keladigan bo'lsak ham, men endi hozir imindi bu odamni aytmayapman. Chunki hozir aytadigan bo'lsam, hozir qani fakting qani degan narsa bo'ladi. Lekin o'zim ehson, ya'ni mana o'liklarni orqasidan pul qilish, mana ehson ham odam o'libdi, bu yoq mana yaxshilik qilyapti deyapsizlar-ku, to'g'rimi? Buni orqasida ham katta pullar yotadi. Hech kim tekinga olib bormaydi. Ehson mana tushgan bo'lsa, misol uchun, mana bitta mana men bu odam deylik, mana ehsonchi bu. Bu ehsonchi. Mana men bitta bechara o'lib qoldi. Ehsonchi chiqadi. Men ehson qilib beraymi deydi. Ani majbur ham olib kelib ber deydi. Lekin unga necha pul tushyapti? Kim hisobini ko'rsatyapti? Hech kim hisobini ko'rsatmaydi.
$30,000 tushgan bo'lsa, xudo bo'lsa, hali 3,000 berib qo'yib, qanchasini cho'ntagiga yo'qotdi. Bu narsani fakt dalillari bor. Ko'p birikti ehsonchilarni bizni bilamiz. Nima qo'ygan, o'sha narsalarni hali ehson masalasini ham ko'taramiz. Lekin hozir ko'tarmayotganimiz ehson masalasi. Bu palon summa oladi, palon summani cho'ntagiga tiqadi deb aytmayotganligimizni oldin bu mavzudan o'tib olaylik. Keyingi ehson mavzularga ham kelamiz. Chunki men 100% bilaman. Bularni qanaqa ishlaydi, nima qiladi, bolnitsiyaga borgandan keyin qanaqa to'lovlari bor, to'lashyaptimi o'zi, olib qochib yurishibdimi, bu narsalarni hammasini bilamiz va albatta oydinlik kiritamiz. Birinchi bizani hozir qiladigan ishimiz Nozimani qotillarini topish, sheriklarning hammasini qamatish. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Hammaga kattakon rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar, bizani qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizlarni abdushi hurmat qilaman, sizlarni yaxshi ko'raman, obunachilarim, sizlarni juda ham hurmat qilaman. Sizlarni IQ darajanglar juda ham kuchliligidan men shunaqa xursand bo'ldimki, men obunachilarim juda ham kuchli odamlar ekan. Shunaqa skrinshot, shunaqa video. Assalomu alaykum. Xayrli kech hammaga. Bu mavzuga to'xtalmoqchi emas edim, olib chiqmoqchi emas edim. Lekin hozir Avazbekning holatini ko'rib juda yomon bo'ldim. Qay birisiga qarab siqilsin, qay birisiga qarab kuyinsin-da. O'zi shunchalik qilayotgan stress yetmaydi. Qalban his qildim o'sha insonni. O'zbekistondan menga aloqaga chiqayotganlar. Ish ochishda yordam bering, anaqa bo'ladi. Qonunni ichida yurgan insonsiz. Ha, qonunni ichida yurganmiz. Bunaqa vaziyatga duch kelganmiz. Juda ko'p bo'lgan bunaqa vaziyat. Endi qaranglar. Koreyada, O'zbekistonda qay darajada qonun ishlasa, nechtir baland 10 baravar, 20 baravar Koreyada undan kuchli ishlaydi. Kimnidir o'limiga, kimnidir qo'li bo'ladigan bo'lsa, mashinchalik, zarrachalik ichki ishlarni shubhasini uyg'otadigan bo'lsa, mayitni berib qo'ymaydi. Hech narsani pul bilan yopib bo'lmaydi, pora berib yopib bo'lmaydi. Shu darajaga bordinglarmi? O'ligini olib borguncha jim turuvdinglar. Olib borgandan keyin shuncha tuhmat sallaga yaxshilik qilgan insonga hech kim aytmadimi? Qizing sulchibda ishlagan edi, qizing mashincha bolani qon qaqshatib pulini olib ketgan edi. Lishni o'zimda bu narsani dalil isboti bor. Lichni o'zimda. Necha marta men Nozimaga aloqaga chiqqanman. Kimlarni, qaysi bolalarni aldab pul olib ketganini. Muomala nol edi qizda. O'zi qilgan. Lekin tili ikki qarich edi. O'lganning orqasidan yomon gapirish yaxshi emas, bilaman. Lekin Avazbekning hozir holatini ko'rib men chidolmadim. Bor haqiqatida bu. Avazbek o'sha darajada ko'tini ochib tashlamaslik uchun qanchalik jin bo'lishga harakat qildi. Lekin unga shunchalik tuhmat. Qaysi aybi uchun ish ochish kerak? Qaysi aybiga? Sani qizing Koreyada yoqilib ketib, yoqib yorishib bo'lganda nima bo'lardi? O'sha bola borki, musofirlar manetda mayitlar qolib ketmayapti. Yoqilib ketmayapti. Vataniga jo'natishga astoydil hissasini qo'shgan shu bola necha yildan beri. Ha, tuhmat, ha, tuhmat. Oldingi masjidni voqeasini ko'tarib chiqqansanlar. Bizni xalq yaxshilikka tuhmat. Men o'zimda necha marta bo'ldi shunaqa holat. Yaxshilik qilasan, kecha kunduz yurasan, ovqatlanmasdan yurasan, shularni yengilini og'irini yengil qilay deb. Lekin javobi nima bo'ladi? Javobi orqangdan ishi bitib olgandan keyin tuhmat bo'ladi. Ha, mayli desa, maydalashib yurmay desa. Lekin qachongacha? Qachongacha men gapirmasam, u gapirmasa? Qachongacha? O'zini farzandini oxirgi o'ligini ham pulga sotyapti. Baliq boshidan sasiydi. Boshida Avazbek telefonini o'zi telefonda ko'rganimda bu insonni o'zi oho.
balo boshidan sasirkanu degan edim. Onasini ko'rganda yo'q. Hayf sizlarga. Shuncha sizlarga yaxshilik qilgan insonga bu darajada tuhmat bilan javob berish hayf sizlarga. Alloh jazoinglarni bersin sizlarni. Shu darajada yelib yugurgan insonga bu darajada javob berish hayf. Avazbekni qilgan ishi, hozir sizlarga qilgan ishi yaxshilik qildi, sizlar javobini yomonlik bilan javob beryapsizlar, tuhmat bilan javob beryapsizlar. Qo'y ana ikkita bolani o'zini holiga. Aybi bo'lsa Allohning oldida javob beradi, aybi bo'lsa qonun oldida javob beradi. Tirik murdaga aylantirdilaring u bolalarni ham. Tirik murdaga aylantirib bo'ldilaring. Ish ochinglar, o'zbek qizlarni sulchiplada ishlatayotgan insonlarga ish ochinglar. Fohishani ochib olganlarga ish ochinglar. Ularga kuchinglar yetmaydimi? Ular shallaqida. Kuchinglar yetmaydi. Tuhmat qiladigan insonlarga Alloh kifoya qilsin. Alloh kifoya qilsin har biringa. Xoh u Avazbekning ishi bo'lsin, xoh hozir meni boshimga tushib turgan ish bo'lsin. Har bitta qilayotgan ishinglarga Alloh kifoya qilsin.